DC'ning Marvel'dan chopgan personajlari. Steel bir qarashda Tony Stark va Jane Fosterning farzandiga o'xshaydigan ushbu personaj 1962-yilda ishlab chiqarilgan Temir odamdan ko'chirilgan. Aquaman 1939-yilda ishlab chiqarilgan Namor personajidan olingan. O'zi bu personajni ko'chirilgan deyish to'g'rimi, noto'g'ri bilmadim, sababi suvosti qirolligi g'oyasi insoniyat tarixida 2300 yil avval ham bor edi. Lekin Marvel bu g'oyani birinchi bo'lib super qahramonlar komiksiga kiritdi. Sizningcha bu qaysi personaj? Sleep tight, baby girl. You were warned, Mr. Jones. Yo'q, bu Urgumchak odamning qaysidir yondosh olamdagi versiyasi emas. Bu DC tomonidan ishlab chiqarilgan Black Spider personaji. Ishlab chiqarilgan yoki ko'chirilgan. 1962-yilda Marvel o'zining Urgumchak odam personajini yaratdi. Komikslar qisqa muddat davomida mashhurlikka erishdi. 1976-yilga kelib, Urgumchak odamning Qora Urgumchak nomi ostida DC tomonidan chopildi. Eng qizig'i, bu personaj haqida ma'lumot qidirayotganimda bir narsaga ko'zim tushdi. U oddiy odam ekan. Hech qanday super qobiliyati yo'q. Stan Lee esa Urgumchak odamni bir ma'noda ilmiy asoslab bergan. Qanday qilib to'r otadi, qanday qilib devorga tirmashadi. Urgumchak odam kabi harakatlanish oddiy inson uchun emas. DC'dagilar esa buni o'ylab o'tirmasdan chopishgan. Qo'y menga. Uyun oylarda menga qo'y. Stan Lee birinchi marotaba Urgumchak odam g'oyasini hamkasblariga aytganda, uni ustidan kulishgan. Insonlar urgumchaklardan qo'rqadi, Urgumchak odam g'oyasi ish bermaydi deyishgan. Hozirgi kunga kelib, Urgumchak odamning 700 milliondan ortiq fanati bor va dunyo bo'ylab eng ko'p fanatlarga ega bo'lgan super qahramon hisoblanadi.